Assalomu alaykum. Bugun biz Aristonni tozalayapmiz do'stim bilan. Biz hozir Ariston ichib oldik. Aristonimiz hozirgi bizniki 1 yil 2 oylikda qotishmasi. Bizda unaqa bo'lib ketmagan. Bizda juda ham ko'p yig'ilib ketmagan. Boshqa internetda yig'iladiganlar bilmadim, ular 2 yilmi, 3 yilmi bo'ladi. Bizda lekin juda ko'p yig'ilmagan. Odamlar yo yolg'onchi, yo Ariston sifatsiz. Aristonimizni 1 yilda 1 marta to'lashingizni maslahat beramiz. Hozir biz ichini yuvamiz. Ichi loyqa bo'lib ketgan. Shu yana aytilish kerak bo'lsa bor. Biz hozir yonidan yechib oldik. Keyin Aristonni bilan cho'milishda biz asosan tokdan sug'urib cho'milamiz. Shu tok o'tib ketmasin suvga, kimdir o'ldirib qo'ymasin deb biz shunaqa cho'milganmiz. Shuning uchun bizda kam yig'ilgan. Mana bunaqa g'ubor. Xlorkim nimaniki? To есть cho'milgandan keyin tokdan o'zib qo'yamiz. Hamisha. Lekin 1 yil bizda juda ham kam yig'ilgan. Buning sababi nima? Biladiganlar komment yozsa juda ham yaxshi bo'ladi. Aha, bizda yana ikkinchi davomi. Xullas 1 yil turgan bo'lsa ham, isitadigan plitada uncha g'ubor yig'ilmagan bo'lsa, aslida ichkarida ko'proq yig'ilgan bo'lishi mumkin. Shuni tekshirib ko'ringizlar. Onaga. Judayam. Biz hozir sal tozaladik, shu uchun shunaqa ko'rinyapti. Aslida juda ham ko'p edi. Juda ham ko'p edi bizda. G'ubor tosh yig'ilib qolgan. Bu xlorni qotganimi bilmadim. Bu keyinchalik Ariston portlashga olib kelishi mumkin. Hozir bizda sim va kabellarni boshdan ko'rsatmadik, chunki har xil Ariston bor. Hammani bir-biriga tushmasligi uchun qoida. Shuning uchun o'zlaringiz yoki mutaxassisga ko'rsatib yechirasiz yo o'zi tushunsangiz o'zingiz yeching. Bizda hozir o'zimiz yechdik. Yoki yechishdan oldin o'sha har bitta yechilgan boltingizni rasmga tushirib qo'ying, o'shanga qarab terasiz, qayta terasiz. Har bitta amalingizni video olasiz. Xuddi bizda gayka, aturka hammasi bitta joyga yig'ilgan. Joyiga qo'ya olamiz. Ehtiyot bo'lasiz yechishda. Ketdi. Biz hozir Ariston ichidagi loyqa suvni ko'rsatmoqchimiz. Tozalash kerak buni ham, lekin biz hozir buni kanalizatsiyaga to'kmaymiz. Shunchaki sizga ekran qarshisida ichida qanchalik loyqa suv borligini ko'rsatmoqchimiz. Aslida buni ko'chaga to'kish kerak, chunki ichida tosh bor. Bu kanalizatsiyada erimay tiqilib qoladi, davay. Olmay qo'ying. Mana o'sha suv qanaqa filtrlarni kiradi biz boshimizga bilmadim. Böyle qo'rqinchli. Xo'p, buni yaxshilab suvni to'kib tashlagandan keyin ichini yaxshilab bir choy olasizdan keyin suv bilan 2-3 marta tashqariga to'kib, o'sha nima kanalizatsiyaga to'kmaysizlar faqat. Xo'p, biza o'sha mana suv kabellarga suv tegan bo'lishi mumkin. O'shani fenda biz qurityapmiz mana. Hammasini fenda yaxshilab quritib, bosh keyin terish kerak. Bo'lmasa o'sha tokka ulogan vaqtda nima pojar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir noxush holat bo'lishi mumkin. Qo'shing.